6 zabur ijrochilar rahbariga 8 torli asbob jo'rligida aytiladigan Dovud sanosi. Ey egam, g'azab bilan menga tanbeh bermagin, qahring sochib menga jazo bermagin. Ey egam, madorim yo'q, rahm qil menga. Suyaklarim zirqiraydi xastalikdan. Ey egam, shifo ber menga. Azob chekmoqda jonim, qachongacha kuttirasan? Ey egam, qachongacha? Kel endi ey egam, qutqar jonimni. Sodiq sevging haqqi ozod qil meni. Axir o'lganda eslamas hech kim seni. O'liklar diyorida kim shukr qilar senga? Oh-voh qilaverib charchadim. Tunlari ko'z yoshlarim tufayli o'rnim ho'l bo'ldi. Yig'laganimdan to'shagim shallobo bo'ladi. Ko'zlarim nuri so'ndi g'amdan. Zaiflashdi ko'zlarim dushmanlarim dastidan. Yo'qolinglar ko'zimdan hammangiz, ey badkirdorlar. Nola yig'larimni egam eshitdi. Egam eshitdi mening iltijoyimni. Egam qabul qiladi mening ibodatimni. Jamiki dushmanlarim uyalib qoladi. Hammasi vahimaga tushib qoladi. O'sha on sharmanda bo'lib qaytib ketadi.